Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. 2019-2026 yillar oralig'ida pensiyaga chiqqanlar, pensiyasi noto'g'ri hisoblangan deb o'ylayotganlar. Shuningdek, sud orqali yutib chiqqan fuqarolar uchun pensiyani qayta hisoblash masalasi. Bu ma'lumot har bir pensioner pensiyaga chiqishga yaqin turgan fuqaro va ota-onasining pensiyasi bilan shug'ullanayotgan farzandlar uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri koeffitsient, bitta hisobga olinmagan ish staji yoki bitta hujjatning e'tibordan chetda qolishi oyma-oy 100 minglab so'm farq qilishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz kam chiqayotgan bo'lsa, hammaniki shunaqa deb qo'l siltamang. Ko'p holatda qayta hisoblash talab qilish mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun oddiy tilda kimlar qayta hisoblashni so'rashi mumkin, kimlar xavotir olmasligi kerak. Sudni yutganlar nima qilishi kerak, qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Barchasini bosqichma-bosqich aytaman. Men avvalo masalaning ildizini tushuntiraman. Pensiya hisoblash oddiy falon yoshga yetdi, falon summa beriladi degan jarayon emas. Pensiya miqdori odatda bir nechta omilga bog'liq bo'ladi. Ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari yoki tegishli ajratmalar, imtiyozli davrlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, ayrim davrlardagi qonunchilik talablari va eng muhimi hujjatlarning to'g'ri tasdiqlanganiga bog'liq. 2019 yildan boshlab ko'plab sohalarda elektron ma'lumot bazalari raqamlashtirish, arxiv hujjatlarini tekshirish, ish stajini elektron tarzda solishtirish jarayonlari kuchaydi. Bu yaxshi tomoni, endi ayrim ma'lumotlarni topish osonlashdi. Lekin muammo ham bor. Eski yillardagi ish joylari yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi muhr xira bo'lishi mumkin. Arxivda ma'lumot noto'liq bo'lishi mumkin. Natijada odam haqiqatan 25 yil ishlagan bo'lsa ham tizimda 20 yil ko'rinishi mumkin. Yoki maosh yuqori bo'lgan davr tasdiqlanmay qolib, pensiya pastroq chiqadi. Aynan shu joyda qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. Qayta hisoblash degani pensiyani boshdan yangidan tayinlash degani emas. Bu mavjud pensiya ishini qayta ko'rib chiqish, ilgari hisobga olinmagan stajni qo'shish, noto'g'ri qo'llangan ko'rsatkichni tuzatish, sud qarori bilan tan olingan davrni pensiya hisobiga kiritish yoki yangi hujjat asosida miqdorini oshirish degani. Sudni yutganlar masalasida esa alohida tushuncha bor. Agar fuqaro pensiya organi yoki boshqa tegishli tashkilotning rad javobidan norozi bo'lib, sudga murojaat qilgan bo'lsa va sud uning foydasiga qaror chiqargan bo'lsa, bu qaror oddiy iltimos emas. Majburiy bajarilishi kerak bo'lgan huquqiy hujjat hisoblanadi. Lekin amaliyotda odam sudni yutadi, keyin esa endi o'zi avtomatik o'shib qoladi deb kutib yuradi. Men shuni aniq aytaman. Ko'p hollarda sud qarori bo'yicha ham ijro jarayonini nazorat qilish kerak. Pensiya organiga yozma murojaat qilish kerak. Qaror qonuniy kuchga kirganini tasdiqlovchi hujjatni topshirish kerak. Men birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerakligini aytaman. Agar siz 2019 yildan 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan bo'lsangiz yoki chiqayotgan bo'lsangiz, o'z pensiya hisobingizni bir marta tekshirtirib qo'yishingiz kerak. Bu degani hamma xato hisoblangan degani emas. Lekin aynan shu davrda ko'plab ma'lumotlar elektron bazaga o'tkazilgani, eski hujjatlar qayta tekshirilgani va ayrim holatlarda staj tasdiqlanishida muammolar bo'lgani uchun ehtiyot bo'lish zarur. Masalan, birinchi holat. Ayol kishi 2020 yilda pensiyaga chiqdi. Mehnat daftarchasida 1995 yildan 1996 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagani yozilgan. Korxona keyin yopilgan. Pensiya tayinlashda arxidan faqat 1995-1993 yillar tasdiqlandi. 1992-1996 yillar bo'yicha ma'lumot topilmadi. Natijada 5 yil staj hisobga olinmadi. O'yiga pensiya deylik 1000 20 so'm chiqdi. Keyin fuqaro arxivga qayta so'rov berdi, sobiq korxonaning huquqiy vorisi haqidagi ma'lumot topildi. Ish haqi vedomoslari boshqa arxiv fondida saqlangani aniqlandi. Shu 5 qo'shilgandan keyin pensiya 1 million so'mga chiqishi mumkin. Farq oyiga 200 ming so'm, 1 yilga 2-400 ming so'm. Agar bu xato 2-3 yil davom etgan bo'lsa, odam ancha puldan bexabar qolgan bo'ladi. Ikkinchi holat. Erkak kishi 2019 yilda pensiyaga chiqdi. U 1990 yillarda ikki joyda ishlagan, asosiy ish joyida va o'rindoshlik asosida. Pensiya hisobida faqat asosiy ish joyi ko'rildi. O'rindoshlikdagi rasmiy daromad esa tasdiqlanmagan, chunki ma'lumotlar to'liq olinmagan. Agar qonunchilik bo'yicha o'sha davrdagi daromad
pensiya hisobida inobatga olinishi mumkin bo'lsa, odam qo'shimcha ma'lumot olib kelib qayta hisoblashni so'rashi kerak. Bu ba'zan pensiya miqdorini sezilarli oshirmasligi mumkin. Lekin ba'zan aynan yuqori maoshli davr hisobga olinmay qolgan bo'lsa, katta farq beradi. Uchinchi holat. Fuqaro imtiyozli sharoitda ishlagan. Masalan, zararli ishlab chiqarish, og'ir mehnat sharoiti. Tibbiyot yoki ta'limdagi ayrim maxsus davrlar, harbiy xizmat yoki unga tenglashtirilgan davrlar, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar, qonunchilikda belgilangan boshqa davrlar. Bu yerda muhim narsa shuki, har bir davr avtomatik qo'shilavermaydi. Tegishli buyruq, ma'lumotnoma, lavozimnomi, shtat jadvali, ish sharoiti haqidagi tasdiq bo'lishi mumkin. Agar lavozimnomi hujjatda noto'g'ri yozilgan bo'lsa, pensiya organi bu imtiyozli ro'yxatga tushmaydi deb rad etishi mumkin. Ana shunday holatda odam arxidan qo'shimcha hujjat topadi yoki sud orqali ishlagan davrini tasdiqlatadi. 4-holat. Pensiya tayinlangandan keyin odam ishlashda davom etadi. Ba'zi mamlakatlar va tartiblarda ishlayotgan pensionerning pensiyasi ma'lum davrlarda qayta hisoblanadi yoki ishni to'xtatgandan keyin indeksatsiya yoki qayta hisoblash qo'llanadi. Shuning uchun 2019-2026 yillar oralig'ida ishlagan pensionerlar o'z ish haqi, to'langan badallar va pensiyaga ta'sir qiladigan holatlar bo'yicha alohida tekshirish kerak. Men bu yerda bitta narsani doimo maslahat beraman. Men ishlayapman, demak hammasi tizimga tushyapti deb ishonib qolmang. Ish beruvchi hisobotni to'g'ri topshirganmi? Siz rasmiy ishlaganmisiz? Maosh rasmiy ko'rsatilganmi? Mana shular muhim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiya tayinlanganda barcha stajingiz to'liq hisobga olinganini ko'rgan bo'lsangiz, pensiya ishida ish haqi bo'yicha eng qulay davrlar olingan bo'lsa, arxiv hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, sizga yozma hisob-kitob berilgan bo'lsa va siz bu hisob-kitobni mutaxassis bilan tekshirtirib, xato topmagan bo'lsangiz, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin men baribir komida bir marta pensiya ishining asosiy ko'rsatkichlarini yozma shaklda olib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki bugun kerak bo'lmasa, ertaga kerak bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, og'zaki javobga ishonish. Ko'p odam pensiya bo'limiga boradi. Xodim sizga qayta hisoblash tushmaydi deydi. Odam qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Har doim yozma murojaat qiling. Nega? Chunki yozma murojaatga yozma javob beriladi. Yozma javobda rad etish sababi ko'rsatiladi. Keyin siz shu sababga qarab hujjat yig'asiz yoki yuqori tashkilotga, prokuraturaga, sudga murojaat qilasiz. Og'zaki gap esa ertaga isbot bo'lmaydi. Ikkinchi tuzoq, sudni yutdim, endi hammasi tugadi deb o'ylash. Yo'q, sud qarori chiqarilgandan keyin u qonuniy kuchga kirishi kerak. Ba'zan qarshi tomon apellyatsiya beradi. Ba'zan qaror matnida aniq majburiyat ko'rsatiladi. Falon davrni ish stajiga qo'shish, falon hujjatni tan olish, pensiyani qayta hisoblash. Agar qarorda faqat rad javobi noqonuniy deyilgan bo'lsa, ijro tartibida yana aniqlik talab qilinishi mumkin. Shuning uchun sud qarorini olgan zahoti uning qonuniy kuchga kirgan nusxasini oling, ijro varaqasi kerak bo'lsa, uni ham oling. Pensiya organiga alohida ariza bilan topshiring va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi qo'ydiring. 3-nozik jihat. Qayta hisoblash qaysi sondan boshlab qilinadi? Bu juda muhim. Ayrim holatda pensiya yangi hujjat topshirilgan kundan boshlab qayta hisoblanadi. Ayrim holatda xato davlat organi tomonidan qilingan bo'lsa, oldingi davr uchun ham to'lov masalasi ko'rilishi mumkin. Sud qarorida esa ko'pincha qaysi davrdan qayta hisoblash kerakligi alohida ahamiyatga ega. Masalan, odam 2021 yilda pensiyaga chiqdi, 2024 yilda sudni yutdi. Agar sud 2021 yil pensiya tayinlangan sanadan boshlab qayta hisoblash desa, unda oldingi farqlarni ham talab qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Agar faqat hujjat topshirilgan kundan boshlab delsa, farq boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun sudga da'vo yozayotganda talabni to'g'ri qo'yish nihoyatda muhim. 4-nozik jihat. Har bir qo'shimcha staj pensiyani oshiravermaydi. Buni ham ochiq aytish kerak. Ba'zan odam 2 yil qo'shimcha staj topadi. Lekin pensiya deyarli o'zgarmaydi. Sababi pensiya formulasi faqat stajga emas, boshqa ko'rsatkichlarga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki pensiya minimal miqdor asosida to'lanayotgan bo'lsa, qo'shimcha staj umumiy hisobga ta'sir qilsa ham amalda to'lov o'zgarishi mumkin ekan. Lekin bu hujjat yig'ish kerak emas degani emas. Chunki stajning to'liq bo'lishi kelajakdagi indeksatsiya qo'shimcha to'lovlar. Imtiyozlar yoki nizoli vaziyatlarda sizning foydangizga ishlaydi. 5-tuzoq.
Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik haqiqiy deb qabul qilinadi deb o'ylash. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin buyruq raqami yo'q. Muhr aniq emas, lavozim nomi qisqartirib yozilgan, korxona nomi o'zgargan, sana ustidan tuzatish kiritilgan bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu yerda odam asabiylashadi. Men 30 yil ishlaganman. Endi isbotla deyishyapti deydi. Men tushunaman. Bu juda yoqimsiz. Lekin amaliy yo'l shuki, arxivga so'rov beriladi. Sobiq hamkasblar guvohligi ba'zi holatlarda sudda ko'rib chiqiladi. Korxona huquqiy vorisi aniqlanadi. Ish haqi vedomotlari, buyruqlar, shaxsiy varaqalar izlanadi. 6-nozik jihat. 2019-2026 yillar oralig'ida qonunchilik va ma'muriy tartiblar o'zgarib turgan bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga doimo aytaman. Internetdagi eski ma'lumotga suyanib qaror qilmang. Bugungi kunda amal qilayotgan tartibni tekshiring. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli vakolatli organ sayti, Davlat xizmatlari markazi, ishonch telefoni, yurist yoki pensiya masalalari bo'yicha mutaxassisdan yozma maslahat olish foydali bo'ladi. Ayniqsa sudga chiqishdan oldin talablaringizni mutaxassisga ko'rsating. 7-nozik jihat. Qayta hisoblash kamaytirib yuboradimi? Odamlar ko'pincha shundan qo'rqadi. Tekshirtirsam pensiyamni kamaytirib qo'yishmasmikan degan savol ko'p beriladi. Qonunchilikka qarab holat farq qiladi. Lekin umumiy prinsip shuki, agar fuqaro o'z huquqini amalga oshirish uchun qo'shimcha hujjat topshirsa, bu odatda uning foydasiga ko'riladi. Biroq ilgari noto'g'ri ortiqcha to'lov aniqlansa, alohida huquqiy oqibatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Avval pensiya hisob kitobingizni nusxa yoki ma'lumotnoma sifatida oling. Keyin mutaxassis bilan tahlil qiling. Shundan so'ng rasmiy qayta hisoblash arizasini bering. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pensiya ishining asosiy hisob kitobini so'rang. Siz pensiya tayinlangan organ yoki tegishli pensiya bo'limiga borib, pensiya miqdori qanday hisoblangani, qaysi ish staji inobatga olingani, qaysi davrlar rad etilgani, qaysi ish haqi davri asos qilib olingani haqida yozma ma'lumot so'rashingiz kerak. Arizada menga pensiyamni tayinlashda hisobga olingan ish staji, ish haqi ko'rsatkichlari va hisobga olinmagan davrlar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ikkinchi qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Eng asosiy hujjatlar pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy bilet bo'lsa u, diplom yoki o'qish davrini tasdiqlovchi hujjatlar agar qonunchilik bo'yicha ahamiyatli bo'lsa, bolalar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, buyruqlardan ko'chirmalar, sud qarori bo'lsa, uning qonuniy kuchga kirgan nusxasi. 3-qadam. Mehnat daftarchangizni yillar bo'yicha jadval qilib chiqing. Men odamlarga oddiy daftar yoki kompyuterda jadval tuzishni tavsiya qilaman. 1-ustun yillar, 2-ustun ish joyi, 3-ustun lavozim, 4-ustun hujjat bor yoki yo'q, 5-ustun pensiya hisobida inobatga olingan yoki olinmagan. Masalan, 1992-93 maktabda o'qituvchi, hujjat bor. 1993-1997 kolxozda hisobchi, arxiv kerak. 1997-2005 korxonada muhandis. Maosh ma'lumotnomasi bor. Shunda qaysi joyda bo'shlik borligini ko'rasiz. 4-qadam, arxivlarga so'rov yuboring. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilinadi. Korxona davlat korxonasi bo'lganmi, xususiylashganmi, boshqa tashkilotga qo'shilganmi, nomi o'zgarganmi, shuni aniqlash kerak. So'rovda aniq yozing. Falon yildan, falon yilgacha, falon korxonada, falon lavozimda ishlaganimni tasdiqlovchi buyruqlar, shaxsiy varaqa, ish haqi vedomotlari yoki boshqa hujjatlar bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Qancha aniq yozsangiz, javob shuncha foydali bo'ladi. 5-qadam, qayta hisoblash uchun ariza bering. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Masalan, menga pensiya 2021 yil 15 mayda tayinlangan. Pensiya tayinlashda 1934-1908 yillardagi ish stajim hisobga olinmagan. Mazkur davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinmoqda. Shu asosda pensiyamni qayta hisoblab, farq to'lovlarini qonunchilikda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana, raqam va imzo qo'ydirasiz. 6-qadam. Javob muddatini nazorat qiling. Davlat organlari murojaatga belgilangan muddatda javob berishi kerak. Agar javob kechiksa, murojaatim ko'rib chiqilmayapti deb yuqori tashkilotga shikoyat qilish mumkin. Agar rad javobi kelsa,
Rad etish sababini sinchiklab o'qing. Rad javobida hujjat yetarli emas, davr tasdiqlanmadi, qonunchilikda nazarda tutilmagan, sud qarori talab etiladi kabi asoslar bo'lishi mumkin. Har bir asosga qarshi alohida dalil tayyorlanadi. 7-qadam, sudga murojaat qilishdan qo'rqmang, lekin tayyorgarliksiz bormang. Sudga borishdan oldin pensiya organining yozma rad javobi, barcha hujjatlar, arxiv javoblari, mehnat daftarchasi nusxalari, guvohlar bo'lsa ularning ma'lumotlari. Da'vo talabi aniq bo'lishi kerak. Da'voda faqat pensiyamni oshirib bering deyish yetarli emas. Falon davrni ish stajiga kiritish majburiyati yuklansin. Falon hujjat pensiya hisobida inobatga olinsin. Pensiya falon sanadan qayta hisoblansin. To'lanmagan farq undirilishi ta'minlansin kabi aniq talablar qo'yilishi kerak. Albatta, buni yurist bilan kelishib yozish yaxshi. 8-qadam, sudni yutgandan keyingi ishni ham bajaring. Qaror nusxasini oling, qonuniy kuchga kirganini tekshiring. Agar ijro varaqasi kerak bo'lsa, suddan oling, pensiya organiga ariza bilan topshiring. Arizada falon sudning falon sanadagi qarori qonuniy kuchga kirganligi munosabati bilan pensiyamni qarorda ko'rsatilgan tartibda qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Agar ijro bo'lmasa, majburiy ijro organiga murojaat qiling. Har bir bosqichda hujjatning qabul qilinganini tasdiqlovchi dalil saqlang. 9-qadam, farq to'lovlarini tekshiring. Pensiya oshganidan keyin faqat yangi summaga qarab xursand bo'lib ketmang. Farq qaysi oydan hisoblandi, necha oy uchun to'landi, indeksatsiyalar inobatga olindimi, sud qaroridagi sanad to'g'ri qo'llandimi, shuni tekshiring. Masalan, sud 2022 yil yanvardan qayta hisoblash dedi. Lekin sizga 2024 yil iyuldan hisoblab berishsa, bu yana alohida nizoga sabab bo'ladi. Yana bir oddiy misol keltiraman. Pensionerning pensiyasi 1800 so'm edi. Qayta hisoblashdan keyin 1000 so'm bo'ldi. Farq 2000 so'm. Agar sud qarori bo'yicha farq 4 oy uchun to'lanishi kerak bo'lsa, bu 6000 so'm bo'ladi. Lekin agar indeksatsiya va qo'shimcha o'zgarishlar ham ta'sir qilsa, summa boshqacha chiqishi mumkin. Shuning uchun hisob kitobni yozma so'rang. Menga qayta hisoblash natijasida hosil bo'lgan farq to'lovlari bo'yicha oyma-oy hisob kitob taqdim etishingizni so'rayman deb alohida ariza berish mumkin. Bugungi mavzuda men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensiya masalasida sukut saqlash ko'pincha pul yo'qotishga olib keladi. 2019-2026 yillarda pensiyaga chiqqanlar, pensiya miqdori shubhali ko'ringanlar, ish staji to'liq kiritilmaganlar, arxiv hujjatlari keyin topilganlar va ayniqsa sudni yutganlar o'z huquqini oxirigacha talab qilishi kerak. Yozma murojaat qiling, hujjatlarni yig'ing, arxivga so'rov bering, rad javobini tahlil qiling, zarur bo'lsa sudga boring va sud qarori ijrosini nazorat qiling. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing, qaysi yil pensiyaga chiqqansiz? Qanday muammo bo'lgan? Qayta hisoblashga erishdingizmi yoki yo'qmi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir pensiyasini adolatli miqdorga olib chiqishi mumkin.